Google suhbatida mana shu masalani juda ko'p berishadi. Aziz har kuni ishga bir xil yo'lda qatnaydi. Yo'lida svetofor bor. U 1 daqiqa qizil, 2 daqiqa yashil yonib turadi. O'rtacha olganda Aziz har kuni svetoforda qancha vaqt kutib turadi? Bu masala matematik kutilma tarifi orqali osongina yechiladi. Keling, yechimini ko'rib chiqamiz. Bu yoqda tasodifiy jarayon sifatida Aziza svetoforga kelib qizil yoki yashil chiroqqa tushib qolishini olaylik. Vaqt uzluksiz o'zgaruvchi bo'lgani uchun masalani soddalashtirib, diskret shaklda ko'rib chiqamiz. Ya'ni svetoforga ma'lum sekundda yetib keladi deb tasavvur qilamiz. Matematik kutilma bo'yicha biz ikkita ko'paytmani qo'shishimiz kerak. Aziza yashil chiroqqa tushish ehtimoli va svetoforda qancha vaqt turishi, shuningdek, qizil chiroqqa tushish ehtimoli va u yerda qancha vaqt o'rtacha turishini hisoblaymiz. Yashil chiroq bilan hammasi oson. Aziz hech qancha vaqt turmaydi. Shuning uchun natija 0 bo'ladi. Qizil chiroqqa tushish ehtimoli 3 dan 1 ga teng. Endi Azizni qancha vaqt kutishini hisoblaymiz. Svetoforga har qanday sekundda kelib qolish ehtimoli teng bo'lgani uchun o'rtacha kutish vaqti 30 soniyaga teng bo'ladi. Natijada o'rtacha kutish vaqti 10 soniya bo'ladi. Agar dasturchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus qoldirib, Ustadi kursimizga yozilinglar. Foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar.